السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام كيف حالك؟ وسهلا الله يحييك. سعد. أخبارك الله؟ أي شركة أنت؟ شركة الريان انترناشونال تور. حياكم الله. شكرا سهلا. ايوه عليك. ان شاء الله اي شركة هذا؟ شركة نوران. شركة نوران في الحج والعمرة إن شاء الله بخدمتكم. فنادق وتأشيرات بإذن الله تعالى. نروح ان شاء الله. ان شاء الله. Jazakum Allah. Mana bugun bizlar yangi bir shirkatlar bilan hamrohlik qilish, hamkorlik qilish maqsadida albatta bu joyda tashrif buyurdik. Mana bu joyda barcha ya'ni servislar, umra va ziyorat va barcha umradagi kerakli bo'lgan servislar to'g'risida bu akalarimiz ma'lumot berib bormoqda. Albatta Rayyan International Tour innovatsion umra dasturi asosida biz albatta bu narsalarni eng oxirgi modeldagi va eng oxirgi turdagi mehmonxona va xizmatlar, servislarni biz inshaalloh hamkorlikda bajarmoqdamiz. Inshaalloh, inshaalloh. خدمة دائما إن شاء الله. Amin. Inshaalloh. Shukran. Hayyakumulloh. 2026-yilning 30-martidan 1-apreliga qadar Muqaddas Madina shahrida nufuzli xalqaro umra va ziyorat forum bo'lib o'tdi. Mazkur global platformada O'zbekiston delegatsiyasi tarkibida Rayyan International Tour jamoasi mamlakatimiz nomidan munosib ravishda vakillik qildi. Forum ziyorat turizmi sohasidagi eng muhim tadbir bo'lib, unda Saudiya Arabistoni qirolligi va turizm vazirlari ishtirokida 2026-2030-yillarga mo'ljallangan strategik islohotlar hamda ziyoratchilar uchun yaratilayotgan zamonaviy infratuzilma loyihalari taqdim etildi. Forum davomida Rayyan International Tour jamoasi O'zbekistonning boy tarixiy va islomiy merosini xalqaro auditoriyaga mahorat bilan namoyish etdi. Taqdimotda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan yirik loyihalar alohida e'tirof etildi. Samarqanddagi muhtasham Imom al-Buxoriy majmuasi, Buxorodagi boy meros, 7 pir va Xo'ja Bahouddin Naqshband an'analari asosidagi ziyorat maskanlari, Toshkent shahrida barpo etilgan ulkan tarixiy merosga ega zamonaviy islom sivilizatsiyasi markazi. O'zbekiston delegatsiyasining chiqishlari ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Misr va Iordaniya kabi davlatlarning yetakchi telekanallari yurtimizning boy madaniyati va ziyorat turizmi salohiyati haqida maxsus intervyular tashkil etdi. Xalqaro ekspertlar O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni yuqori baholab, yurtimizga ziyorat tashriflarini amalga oshirishga katta qiziqish bildirishdi. Mazkur forum Rayyan International Tour jamoasi uchun nafaqat tajriba almashish, balki B2B yo'nalishda yangi strategik hamkorliklarni yo'lga qo'yishda muhim qadam bo'ldi. Asosiy maqsad O'zbekistonni dunyo miqyosida nufuzli ziyorat hub makoniga aylantirishdir. Jamoamiz ishonch bilan ta'kidlaydiki, bunday xalqaro muloqotlar yaqin yillarda yurtimizni jahon ziyorat turizmi xaritasida eng yetakchi o'rinlardan biriga olib chiqadi. Xayrulla Azimjonov, Madina shahridan.